Bu narsa emsin. Küçüğümde qilib yashamaydi. Küçüğümde qilib yashamaydi aka. Buni qarang, bilat, oshxona qarang, musirligini, aka. Vijdon kerak odamga, saldan vijdon kerak. Uyg'oning aka, qachongacha shuni yashaysiz? Qachongacha shunday musir bo'lib yashaysiz aka? Qarang bu yerda tortanakni qarang. Mana changni qarang, mana kirligini qarang. Oling mana. Xaladin ustidan. Shuni ishlatasizmi? Mana kirligini qarang. Ushlab bo'ladimi shuni? Xaladinni. Ballar maqtashga. Ballar qilsa siz bor-ku, ballar qilsa. Buni qarang, mana qarang. Bu yoqqa keling, mahalla raisi. Mana qarang. Assalomu alaykum hammaga, zo'rmisizlar? Hammaga xayrli kech. Bugun qo'ygan videom rosa kommentarlarga boy bo'ldi. Podдержка qo'llab-quvvatlagan hammaga rahmat. Hozir Rasul Kusherbayev akamiz video qo'yibdi. Ko'ringlar. Haqiqatan ham hokimlarni qoralab chiqqan. Qilgan ish noto'g'riligini yana bir isboti bor. Sizlar ko'ringlar. Videoga like bosinglar, tarqatinglar. Hammaga rahmat, obuna bo'lishni unutmanglar. Shuncha ko'p odam ko'rgan, lekin obuna kam. Obuna bo'linglar, obuna bo'lishni unutmanglar. Podдержка qilinglar. Hammaga sog' salomatlik. Bir necha kundan beri bo'layotgan qo'ng'iroq murojaatlarni hisobga olib, bu mavzu haqida ozgina huquqiy jihatdan to'xtalib o'tmasa bo'lmaydi deb hisobladim. Sabab kulgili ish bo'lyapti. Qayerdan boshlangan bilmadim. Topshiriq kompaniya, biroq so'nggi kunlarda ko'ryapmiz, joylardagi hokimlar aholini uylariga bostirib kirib, "Men bu yerni tozalamabsan, men bu yer iflos ekan" va hokazo degan gaplarni gapiryapti. Qo'pol aytganda qaynona rolini bajarishga o'tib ketishdi hokimlar. Juda ham kulgili. Bugungi kunda hokimlarning endi uylarga kirib, sipir-sidir masalalari aytishi. Xo'p, bu qanchalik to'g'ri degan savol bo'lishi mumkin. O'rtoqlar bilib qo'yinglar va hokimlar ham agar o'zini hurmat qilgan, kulgiga qolishni istamagan, qonunni buzishni istamagani bo'lsa, eshitib qo'ysa foydali bo'ladi. O'zbekiston Respublikasining qonunchiligida, ya'ni ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksda ham, jinoyat kodeksida ham javobgarlik bor. Fuqaroni xohishiga qarshi uni turar joyiga kirish. Bu agar mansabdor shaxs bo'lmasa, ma'muriy tartibda javobgarlikka tortilib jarima qo'llaniladi. Agar mansabdor bo'lsa yoki boshqa bir g'ayriqonuniy bostirib kirish rejasi bilan kelgan shaxs bo'lsa, bu jinoiy javobgarlikka ham sabab bo'lishi mumkin va bu 5 yilgacha maksimum ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanishgacha olib keladi. O'rtoqlar, ya'ni birinchi navbatda fuqarolar bilib qo'yadigani, sizni eshigingizni kimdir hokim kelib taqillatadimi, boshqami, istasangiz uni kirgizmaslikka haqqingiz bor. Marhamat borda bostirib kiraman desang, tintuv o'tkazaman desang, suddan sanksiya olib kel. Uyimga kirishga degan masalani qo'yasiz. Prosta kirgizmasdan haydab yuborishingiz ham mumkin. Mas'ullar bilib qo'yadigani, sizni birovni uyiga bostirib kirishga, uni xohishiga qarshi kirishga haqqingiz yo'q. U mehmon sifatida marhamat kiring desagina kirasiz, lekin siz uni nima uyini videoga olib, "Mamiting iflos ekan, boshqa ekan" deb buni tarmoqqa qo'yyapsizlar. Bu boshqa javobgarlik ham olib keladi. Shuni bilib qo'yish kerak. Ya'ni ayni paytda hokimlarda uyma-uy kirib, qaynona rolini bajarib qilayotgan harakatlari to'liq noqonuniy hisoblanadi. Bunaqa o'zingizlar kulgiga qo'ymanglar va davlatchilikni bunaqa sharmanda qilmanglar.